Kim oladiyo, shuginaniyo degan o'yin bu-ku, 2 xonali kvartirani kim oladiyo deganini ko'rsatamiz o'zingizlarga. Yumshoq mebellar qilingan, elita pardalarda, konditsionerlar, chiroyli qandillar, 3 xil rangda yonadiganidan, oyoqtagiga gilamlar to'shalgan. Bu yerda TV zonasida televizorlarni ham qilib qo'yibdilar. Bir tomon devolimizga esa alohida ramkalarda ishlovlar berib, aboylarni kombinatsiya qilganlar. Davom etamiz. Kvartiramiz hamma izlaydigan joydan, shahrimizning markazi, Gorgaz territoriya, Safiyani orqa tomonidagi 7 qavatli g'ishtli liftli domni 5-qavatga to'g'ri keladi. 2 xonali. Kirganda prixoshkalar qilingan. Bu yerda ham dekoratsiyalar qilib qo'yibdilar. Oshxonamizga to'xtaladigan bo'lsak, zakaznoy kuxni garniturlarda kir mashinalari ham yangi, o'tirib choy ichadigan joylari ham qilib qo'yibdilar. Bu yerda esa sanuzel xonamiz, to'liq kafillarda ishlovlar berilgan, suv isitgichlargacha, sensorli oynalargacha mavjud. Yotoqxonamizga to'xtaladigan bo'lsak, kupeni shkof, tumba hamda 2 kishilik spalnalarimiz ham hammasi qoladigan holatda. Kvartiramiz kimga ma'qul bo'lgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Maydoni 65 kvadratdan oshadigan 2 xonali tayyor jihozlangan kvartiramiz eski tuzumga yaqin joydan sotuvga qo'yiladi. Shunaqa yaxshi kvartiralar o'tkazib bo'lmasligi uchun bizlarga obuna bo'lib, like qo'yishni unutmanglar hamda kvartira izlab yurgan tanishlaringizga videoni ulashib qo'yinglar.